Usta, bu bizim mashinaning nimasi buzilibdi? Aka, pachevniy bilan nakadeshniy ketibdi mashinani. O yo'lni nari betiga o'tsangiz, o'sha yerda yaxshilarini sotadi, koreyskiylarini. Faqat o'sha yerdan oling, boshqa joyda yo'q. Bo'ldi, yaxshimi ish qilib? Zo'r xijolat bo'lmang. Bo'lmasam yozib bering unda. Telefon qilib qo'yaman, aka, o'tiring. Bo'ldi usta, olib o'taman undan olsam. Usta, shu narsalar xolosmi? 300 ming so'm bo'ladi. 2 million deb bor uka. 2 million so'm? Qanday 2 million so'm aytaman? Aytib qo'yganman, sen aytaver. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. Aka, nari betda usta telefon qoldimi? Ha, telefon Zapravka qoldi. bor. Tayyorlab qo'ydim aka. Aka, qancha bo'ldi bular? 2 million so'm bo'ldi aka. Aka, bu narsa borsa 300 ming so'mlik narsa yo'q, qanaqasiga 2 million so'm Aka, bo'ladi? bizda hamma narsa sifatli. Buni boshqa joydan topa olmaysiz. Hozir aka, men bir qator usta uchrab kelay. Xo'p. Usta, menga qara. Sen faqat o'sha do'kondan bor deb zapchast, sen o'zingni biznes qiladigan do'koniga jo'natdingmi meni? Ha, doktor, yoqmadimi? Qimmatli qildimi? Qalay ekan boshqa do'konlar bilan birga ish qilishlik? Seni-yu mashinang buzilibdi. Meni farzandim kasal edi. Men majbur edim o'sha sen aytgan dorixonadan o'sha qimmat dorilarni olishga. Xuddi shu narsani o'zing his qilgandek shu ishni qildim. Lekin meni vijdonim toza. Xulosa o'zingda.